chiroyli muomaladagi Chiroyli muomala. inson bu yoki Monika bu? Xuddi shunaqa. 1,5 ming misol uchun. Shu. Yoshda emas. Kiming topadiganlari ham bor. Asosiysi yoshda emas. Barcha buyuk dispetcherlar updatingdan boshlanadi deydi. Shunchalik stressli bo'lishiga qaramasdan turib, dispetching o'zi arziydimi? Muammo yo'q, pulda muammo yo'q. Muammo vaqt yo'q. Sizningcha dispetcherda, ya'ni mana sizningcha dispetcherning qiyofasi qanday? Garmonlar, kechasi uxlash haqida gaplashadigan bo'lsak, Richest people don't sleep 8 hours a day deydi-ku. xuddi shundanda. Hozir necha soat uxlaysiz? Hozir 2 soatdan 4 soatgacha. Hammasi o'lguda. Boshlaylik. Chotki. Assalomu alaykum ladies and gentlemen. Bugun xudo xolasa sizlar bilan eksklyuziv podkast qilamiz. Xudo xolasa Ulug'bek aka bilan. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Xudo xolasa aka, bugun hammaga qiziq bo'lgan mavzular logistikadagi, ya'ni hozir aktual bo'layotgan kasb bu. Pul tomonlama yoki opportunity, kelajak, o'zi logistikada kelajak bormi? AI'lar buni oladimi, yo'qmi? O'z haqida experiencelar, shularni hammasi haqida bugun to'liq gaplashamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. O'zingizni bir qisqacha tanishtirib bersangiz aka. Rahmat Murod, ismim Ulug'bek, yoshim 31 da. Hozirda shu 5 yildan beri logistika sohasida ishlab kelyapman, dispetching sohasida. Albatta kelganimga 5 yildan beri dispetching emas, 3-4 oy boshida ishlaganimizda updater bo'lib ishlaganman. Hozir shundan beri dispetcher sohasida dispetching. Barcha buyuk dispetcherlar updatingdan boshlanadi deydi. Barcha dispetcherlar boshlanishi va updaterlik. Zo'r aka. Bitta savol, nega aynan dispetching? Chunki bilamiz, logistikada juda ham ko'p departamentlar bor, recruiting, fleet, safety, lekin nimaga aynan dispetching? O'zi logistika sohasini eshitganimda, menimcha esingizda bo'lsa, 2019-2020-yillarda O'zbekistonda juda ham mashhur bo'ldi logistika sohasi. Bunda birinchi logistikani eshitganimizda birinchi narsa bu dispetcher haqida logistikani eshitganimizda faqat dispetcher degan narsa xayolga keldi. Gapirishardi, bu updating, safety, fleet boshqa narsa haqida ma'lumot vobshe yo'q edi. Dispetching bu o'zi aslida siz aytgandek soqqa kompaniyani yuragi hisoblanadi dispetcherlar. To'g'ri, hamma boshqa departamentlar ham juda ham muhim hisoblanadi, lekin eng kompaniyaga pul olib keladigani, kompaniyani tortadigan, kompaniyani minusga tiqadigani ham bu aslida dispetching bo'ladi. Asosiy maqsad dispetcher bo'lishdan musoqa qilish. Yana bitta shu joyga savol. Shunchalik stressli bo'lishiga qaramasdan turib, dispetching o'zi arziydimi? Arziydi. Juda ham arziydi. Dispetchingda, logistikada eng stresslisi bu 100% garantiya beraman. Bu dispetcherlik sohasi. Dispetcher bo'lish kompaniyada. Bu albatta stressga arziydi. 100% arziydi. Hozir biz birdaniga misol uchun kasbga anonga o'tib ketdik, juda ham qiziq bo'lganligi uchun. O'zingizning experienceingizdan, o'zi sizni bu sohaga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Shu haqida qisqacha gapirib bering. Logistikaga kirib kelganim juda ham qiziq bo'lgan, juda ham omadli bo'lgan. Birinchidan, men o'zi esingizda bo'lsa bir gaplashganimizda aytdim, Dubayda ishlaganman. Dubayda 2013-yildan 2021-yilgacha har xil sohalarda ishlab kelganman. U yoqda mehmonxona sohasi, sotuv, yo'qda supply chain sohasida ham ishlaganman. Qanaqadir buni ham logistikaga aloqasi bor buni. Supply chainda oxirgi ishlagan joyim. Dispetcherlikka kirib kelishimga birinchi bo'lishi bu 2020-yillarda bo'lgan qiziqish aslida. Chunki 2020-2019-yillarda esingizda bo'lsa, Toshkentda birinchi ochilgan kompaniya DM World bo'lgan. Xabaringiz bo'lsa, juda ham katta kompaniya bo'lgan. Biz bu yoqda ishlagan o'rtoqlarimizdan juda ham ko'pi, esimda bor, 25-30 ta odam bu yoqdan qaytib kelgan. Dubaydan qaytib, hammasi birdaniga ish tashlash qilib qaytib kelishgan, hech kim bilmay qolgan. Keyin bilganimizda bular shu logistikaga kirishgan ekan, ish topishgan ekan. Chunki u yoqda ham 2019-2020-yillarda mehmonxona sohasida ishlagan bo'lsa, bolalar o'rtacha 600-700 dollardan pul topishardi. Keyin bu yoqda Toshkentdan ularga offer bo'lgan, minimum 500 dollar topasan, zato lekin o'zingni vataningda yashaysan. Shunaqa ularga offer bo'lgan. Bolalar bu yoqdan qaytib kelishni boshlagan 2020-yillarda. Keyin ozgina qiziqdim, bu qildim. Endi bu yoqda ishim yaxshi, hammasi joyida, unchalik qiziqish tortmadi. Lekin 2021-yili kuzda men O'zbekistonga keldim, 2 hafta vacation olib dam olishga. Kelganimizda ko'rdim, bu yoqda Toshkentda yurdim, o'qildim. Juda ham bu soha rivojlanib ketgan shu payt 2021-yilda.
hamma ko'cha gapirsangiz ham logistika haqida, borib choy ichsangiz ham logistika haqida, hamma faqat logistika, dispetching, pul, $3000, $4000, mashina, uy-joy, faqat shunaqa tema bo'ldi. Keyin qiziqdim. Keyin shu paytda logistikada ishlagan tanishlarim ko'p edi. Keyin men ulardan so'radim, bo'ladigan bo'lsa, davay so'rab ko'r. Kimlar bo'ladigan bo'lsa, qiziqib ishlaymiz. Balki bo'lib qolar dedim. Keyin bu yoqqa kelgan bir hafta bo'lgan edi. O'rtog'imga aytdim, Muhammad Yusuf degan oshnam bor, ham logistikada ishlardi. Keyin men so'rab ko'raman dedi. Ko'chada Zak degan yaxshi tanishimiz bor, Bobur degan, fleet bo'yicha juda ham yaxshi mutaxassis. Shunga aytib qo'ygan, Ulug'bek ham Dubaydan qaytib kelib shunaqa logistikaga qiziqib yuribdi deb so'ragan bo'lgan unda. Keyin u nima qilgan? U Lionstarda ishlardi, xabaringiz bor, Lionstar kompaniyasida safety bo'lib ishlardi u bola Zak. Endi men logistikaga hali kirmaganman. Keyin u aytgan, shu Lionstarga meni bergan CV'imni, shunaqa kandidat bor, oladigan bo'lsa, yaxshi kandidat experience bor deb. Shunaqa bo'lib kirib kelishim juda ham cheres odamlar bilan bo'lgan. Prosta aytilgan, shunaqa odam ishlaydigan deb. Shu bilan Zak CV'imni Lionstarga bergan. Keyin 2 kundan keyin Lionstar meni ishga chaqirgan. Ishga chaqirib, eng qizig'i nima bu yerda hozir? Siz Dubayda necha yoshingizda ishlagansiz? Dubayga birinchi borgan paytim 2013 bo'lgan, 19 yoshimda borganman. 19 yoshingizda ishlash boshlagansiz Dubayda. 19 yoshimda birinchi borib mehmonxona sohasida ishlaganman. Birinchi ishim mehmonxona. Shu bilan 4 yil mehmonxona sohasida ishlab ketdim-da. Undan keyin yana o'zim ustimda ishlab, boshqa qilib, experience qilib, boshqa keyingi nimalarga o'tdim. Sizningcha dispetcherda, ya'ni mana sizningcha dispetcherning qiyofasi qanday? Ya'ni miyangizda, misol uchun o'tirgan joyda boyib ketadigan odammi yoki kechasi bilan stressda o'tirgan odam? Stress bilan, kechasi bilan ishlaydigan, shuni orqasidan soqqani qiladigan odam. Keyin men Instagramda ko'rib qoldim. Adashmasam, hozir Uzubi Trackingmi shunaqa profili bor. Akalar yurg'izishadi. Bitta aka kontent qilib chiqdilar. Bu juda ham stressli narsa. Soha, ya'ni ko'pchilik mana shu sohaga kirib turib, oilasidan, yaqinlariga bo'lgan, misol uchun, attention kamayib ketadi. Keyin ko'pchilik shu sohaga kirib chekishni boshlaydi. Deydi, shu narsaga fikringiz qanaqa o'zi? Bu reelsni ko'rdim, juda ham aylandi. Nafaqat bu bizda logistika, dispetcherlar o'rtasida, bu driverlar o'rtasida ham juda ham aylandi-da bu narsa. Chunki bizda driverlar hammasi baribir to'xtaydi, faqat har doim yo'lda emas bular. To'xtaydi, reels ko'radi, Instagram, YouTube ko'radi. Bizga o'sha guruhimizdan, Telegramdan tashlab o'tirishdi driverlar. Ishlar juda ham oson, bu bola oshirib boribdi, o'qibdi degan narsa juda ham ko'p bo'ldi-da. O'tirasan, kontor to'g'risida o'tirasan, yukni olasan, o'zi dispetch qilib berasan, shu bilan ishing tugadi. O'zi aslida qanaqadir ma'noda bu bolaning qilgan kontenti juda ham to'g'ri. Stress haqida gapirgani, oilaga vaqt, o'zizga vaqt, yashash haqida gapirgan juda ham to'g'ri. Lekin bir tomoni, no tomoni chekish, misol ham bu bola aytgan. Logistikaga kirdim, chekishni boshladim, hamma shunaqa boshlaydi degan. To'g'ri, uni o'zini odam hamma emas, shunaqa kirgan ayrimlar, misol. Menda ham shunaqa ko'p tanishlar bor. To'g'ri, logistikaga kirishi bilan chekishni boshlagan, boshqa qilgan, stress, hammasi bu stressdan. Lekin oxirida aytaman, bu chekish yoki bir nima qilish stressni chiqarmaydi. Men o'zimning tajribamdan aytaman, yolg'on gapirmayman, o'zim ham chekkanman. O'zim ham boshqa narsa qilganman, lekin bu narsa bu sohada emas, umuman o'zimizni oladigan bo'lsak, stress chiqargani hech qanaqa foydasi yo'q. Men chunki bundan hech foyda topmaganman, chekish va boshqa qilishdan. Lekin vaqt ajratish, o'zingga yashashga vaqt yo'q. Mayli kech payt ishlaymiz, mana hozir ishimiz qanaqa boshlanadi? Aslida hamma logistlar main shift ishlaydiganlar kech payt ishni boshlaydi. 4dan yoki 6dan yoki 7dan O'zbekiston vaqti bilan boshlaganda. 10 soat minimum shift ishlanadi. Bu aniq. Hammada 10 soat minimum shift bor. Endi turib siraz 10 soat emas, 1 soat turasiz, 1 soat ovqatlanasiz, 1 soat yo'lingizga ketadi. 24 soat ichida bizni ishimizga hozir minimum 13-14 soat ketadi-da. Bu narsa degani 13-14 soatdan o'sha 10 soat qolyapti yashashga. Buni ichida uxlaysizmi? O'rtoqlar bilan ko'rishasizmi? Choyxonaga borasizmi? Yoki dam olasizmi?
Bu narsa juda ham qiyin. Mana shu misol uchun live'da mana 5 yildan beri yashab kelaman deysiz, to'g'rimi? Ya'ni xuddi shunaqa sistemada o'zingizni hayotingizda qanaqa misol ta'sirlari bor? O'zingizda oilangizga, farzandlaringizga, misol ota-onangizga. Bizda o'zim misol qilib aytadigan bo'lsam, vaqt yo'q. To'g'risini aytadigan bo'lsam, vaqt yo'q. Yoki uxlash kerak, yoki yashash kerak. Choice ikkita xolos, tanlov ikkita. Hech Uxlasang hech narsaga vaqt qilmaysan, uxlamasang shu vaqt bo'ladi xolosda. hech o'ylab ko'rganmisiz? Qachongacha degan gapni? Bu narsa o'tadi. Qachon o'tadi? Ishingiz bo'lmaganda, bizi bo'lmagan paytingizda shu o'zi odamda shunaqa bo'ladi. Masalan, misol uchun odam qachon o'ylanadi? O'ylanadigan odamda o'ylanadigan vaqti bo'lishi kerak-da. Misol uchun o'zi aslida dispetching sohasida juda ham kam vaqt o'ylanib, o'tirib, kelajakda o'ylash. Chunki men umrimda mana ayta olaman, hozir 31 ga kirgan bo'lsam, oxirgi 5 yil umrimdagi juda ham eng tez o'tib ketgan vaqt hisoblanadi. Chunki mayli 19 yoshimda 2013 da borib Dubayda ishladim. 21 u yerda qanaqadir 8 yil orasida 8 yil juda ham tez o'tmaganda. Xotiralar ko'p, balo, har xil narsalar ko'p o'tdi. Xotira juda ham ko'p, chunki vaqt bo'lgan. Vaqtingiz o'tib ketdi. Shunaqa xotira bo'lishiga sabab siz vaqtingiz borda, biror nimaga vaqtingiz bo'lsa, shunda sizda memories bo'ladi-da. Hozir mana 5 yil ichida 2021 dan 2025-yilga ichida deyarli xotiralar yo'q. Sababi siz aytgandek vaqt yo'q yashashga. Xotira qilishga, yashashga vaqti o'zi yo'q. Men shaxsiy hayotimda men o'zim aytaman, nafaqat meni sheriklarim, tanishlarim hammasida 90% aytaman, shunaqa hammasida stress. Endi stressni ham qanaqadir yo'llar bilan chiqarish yo'llari bor, siz aytgandek, bu akamiz aytdi, chekish yo'li bilan. Kimdir bir hafta dam olib ketib oladi qatgadir. Kimdir umuman hali telefonni o'chirib uxlaydi. Mana shu joyga mana bizda video olishadi, tracking kompaniyalarda savol beriladi. Misol uchun ko'p departamentdagi odamlar savol beradi updatingga. Misol uchun agar sizga mana shunaqa bonus beriladigan bo'lsa, nima olardingiz deydi. Ko'pchilik pul deydi, iPhone bir nimalar deydi, dispetcherlarga kelganda trip deydi. Rest deydi. Bir hafta qatgada dam olish, uyga uxlash, mana shunaqa deydi. Dispetcherlar trip deydi, vacation deydi, lekin bormaydi. Nimaga? Chunki vaqti yo'q. Mana o'zim aytaman sizga, men 3 oy oldin Yaponiyaga viza oldim, boraman deb. Yaponiyaga. Yaponiyaga viza oldim. Bugun 15-oktyabr bo'lsa, ertaga 16-oktyabr. Vizam tugaydi. Bir kun vaqtim bor. 3 oy bo'ldi. Boraman dedim, shu plan qildim. Boramiz, lekin iloji yo'q. Bu narsa puldan emas yoki qanaqadir boshqacha to'siqlardan emas. Muammo yo'q, puldan muammo yo'q. Muammo vaqt yo'q. Aytadi-yu, pul topyapsiz, pul kelyapti, lekin yashashga vaqt bormi deydi-ku. O'sha narsa hozir sizda bo'lyapti deganda, ya'ni sizda pul bor, lekin yashashga vaqt yo'q. Pul topasiz, komfort qilasiz, qanaqadir o'zingizga kerakli hayot deydi, kerakli narsalarni qilasiz, lekin yashashni pul bilan qilib bo'lmaydi. Lekin shu narsa qanchalik to'g'ri? Pul topyapsiz, lekin yashashga vaqt yo'q. Buni to'g'rilash kerak emasmi? Buni to'g'rilash kerak, lekin odam o'zida kuchi bor payti, o'zi aslida qarasangiz ham, fakt bo'yicha qarasangiz ham, o'rtacha odam energiyasi 35-36 yoshgacha maksimum levelda ishlaydi-da. Meni fikrim, o'zimning shaxsiy fikrim, hech qanday maslahat boshqa emas. Shans bormi, vaqt bormi, kuch bormi, soqqani bosish kerak, ishlash kerak. Maqsad shu. Chunki dam olish qochib ketmaydi. Endi ana 40 yoshdan keyin deb tatidimi aka, u mazza qilish, aylanishlar. Tatiydi, chunki mana ko'ryapsiz, pul bo'lsa tatiydi. Pul bo'lsa tatiydi. Vaqt bo'lsa, pul bo'lsa. Men yana boshqa xayolga bormaydi. Men prosta aytdim, men sog'liq tomonlama ham misol uchun. Sog'liq, to'g'ri siz aytgan, o'zim aytgandek, pul bilan vaqtni, yashashni, sog'liqni sotib bo'lmaydi. Lekin sabablarini qilsa bo'ladi. Sog'liq bo'yicha men shaxsan o'zim shu sog'liqni saqlash, oldini olish, qanaqadir kelib chiqadigan kasalliklar. Chunki kechasi uxlamagan odam, kam uxlamagan odam kasalliklar kelib chiqadi. Valyubom kelib chiqadi. Mana shu narsa hammaga qiziq bo'lgan, yana auditoriyaga qarab qo'yapman. Hammaga qiziq bo'lgan shu narsa, hozir shunga ham javob olamiz. Mana qarang, ko'pchilik aytadi. Kechqurun uxlash bilan, kechqurungi uyquni kunduzgi uyqudan farqi bor. Kechqurun uxlash kerak, yana vaqtlari ham bor. 10 dan nechagacha uxlash kerak, shunga o'xshagan narsalar.
kechqurun uxlamasa gormonlarga ta'sir qiladi. Keyin ertaga uylanganda ham misol uchun har xil narsalar, gap so'zlar, shu narsa o'zi bitta oydinlik kiritib endi ketadi. gormonlar kechasi uxlash haqida gaplashadigan bo'lsak, bu narsani inkor qilib bo'lmaydi, вообще. Chunki o'zi melatonin moddasi shunaqa degan narsa bor. Endi chuqur bilmayman uni, lekin melatonin bor. Melatonin bu narsa odam organizmida faqat kechki payt ishlab chiqariladi. Uxlaganda emasda bu narsa, faqat kechki payt ishlab chiqariladi. Shu narsa kamchilik bo'ladi. Melatonin aslida bu nimaga ta'sir qiladi? Menimcha, menda ta'sir qilgani xotira. Men o'zimda juda ham oxirgi 2 yilda sezdim, xotiram juda ham pasayib ketganda. Misol uchun siz aytdingiz, Ulug'bek aka, kech payt 8 da ko'rishamiz yoki 9 da ko'rishamiz. Prosta muhim emas, ko'rishaylik, shunaqa ujin qilamiz deysiz. Ishga boraman, bo'ldi, bu narsa esdan chiqadi xayoldan. Chunki hozir xayolda ishga kirganimdan keyin faqat xayol ishda, chunki o'zayotgan stress ko'pda. Gormonlarga ta'siri bor bu narsa. Testosteron erkaklarda testosteronning ta'siri bo'ladi. Chunki ta'siri faqat bu logistikada ishlashdan emas, kechasidan emas, harakat kamligidan. Harakat kamligidan, misol uchun eskilarda nimaga u narsalar muammo bo'lmagan? Oldin ko'pincha pul topish faqat shu jismoniy mehnatdan bo'lganda. Hozir уже yangi asr, yangi zamon, 2021-yil texnologiyalar asr bo'lib ketdi. Bu IT o'tirib ishlaydigan aqliy ishlar ko'payib ketdi-da. Aslida shu sabab. Qachonki odam harakatda bo'lmaganda, yurmaganda, harakatlanmaganda jismoniy, bu uxlashda ham emas, gormonlari, testosteron juda ham pasayib ketadi. Shaxsan o'zim gormonlar bo'yicha daily har kuni vitamin ichaman. O'zim multivitamin ichaman. Demak, siz shu orqali misol uchun o'zingizni qanday darajada protektiv qilib turasiz? Xuddi shunaqa. Buni qilish juda ham zarur. Maslahatim ham shunaqa. Kimdir logistikaga kirib kelgan bo'lsa, endi yangi hozirdan boshlash kerak, kutish kerak emas. Energiya tushib ketishini, boshqa bo'lishini. Bir xil tanishlarimiz bor, logistikada ishlaydi. Yo'q, men deydi, to'g'ri ovqatlanaman deydi. Ya'ni dieta misol uchun yog'li ovqatlar yemayman, yesam ham kam yeyman deydi. Umuman o'zi kechqurun dieta qilishdan ham foydasi bormi? O'zi misol aytadi-yu, o'zi dietishdan ovqat yesa yaxshi, lekin kechqurun o'zi umuman narsa iste'mol qilish kerak emas deb eshitganmiz. Yo, qanday shu narsa? Men oxirgi paytda o'zim qilayotgan ishim aslida dieta emas, ovqat sonini kamaytirish. Dietada ham dieta qilganlar ham bor. Dieta qilib yurgan tanishlarim juda ham ishxona bizda 50% odam dieta qiladi. Lekin baribir siz uni kech payt yeysizda. Kech payt yeydi, boradi, uxlaganda organizm uxlaydi. Oshqozon hammasi ishlashdan to'xtaydi, sekinlashadi. Hazm bo'lish sekinlashadi buni. Bolalar hozir yosh o'zimizda updater 18-19 yosh bolalar bor. Faqat fast food yeyishadi ular. Fast food yeyishadi, kola ichadi, gazli ichimlik ichadi. Men bu narsa o'z boshimdan o'tganda, oshqozonim kasal bo'lgan, nimalar yutib chiqqanman, hali oshqozon tekshirtirish uchun. Oshqozon yarasi, balobatlar, juda ham ko'p kasallik kelib chiqadi. Aytaman, bolalar yemanglar, ichmanglar. Zarar. Sam yo'q, yaxshi, hammasi yaxshi, semirmayapman deydi. O'tirib ishlaganda, logistika sohasida, shu IT sohalarida odam birdaniga semirib ketadi. Chunki odam birdaniga organizm taqat stopni beradi. Oshqozon ishlamay qoladi, hazm qilish, ichaklar faoliyati juda ham yomonlashib ketadi. Shu 1 oy, 2 oy ichida odam juda ham 10-15 kilo semirib ketish anaqasi borda, xavfi bor buni. Shunga dieta qilish o'zi yaxshi maslahat. Faqat uni yegandan keyin baribir yurib turishga iloji boricha. Chunki men bilaman 70-80% logistlar ovqatlanadi, o'tiradi, yurmaydi. Chunki vaqti yo'q. Ko'chaga chiqib yurgani, sayr qilgani, qanaqadir walking 15-20 minut qilgani biz plan qilamiz, biz ham qilamiz, lekin vaqt yo'q. Qanaqadir sabablar har doim to'xtatib qoladi bu narsani. Bitta sabab bilan o'tirdingiz, qanaqadir driverda ish bo'ldi, o'tirdingiz, uni qildingiz, keyingisiga o'tib ketib, chunki bizning sohamiz 24 ga yetdi-yu, 24/7 ishlagandan keyin shunga yarasha muammosi ham 24 ga yetdi bo'ladi. Nima sababdan updaterlar bor 24 ga yetdi qaraydigan. Chunki driverlar uxlamaydi, kechasi bilan yuradi. Yo'lda bo'ladi. Har joyda qilma orzu, har bir joyda bor toshi tarozi deydi. Ko'p pul topganga yarasha normal stress, depressiya. Driverlarda tushunadigani bor, tushunmaydigani bor. Bizning sohamizda faqat driverlar bo'yicha hozir gaplashamiz. Asosan o'tirishdan iborat emas-da bu narsa. Aqliy. Mana misol uchun odam faqat jismoniy mehnat qilib charchaganda biz uxlamasligimiz kerak edi, o'tirib ishlaydiganlar. Chunki jismoniydan ko'ra aqliy
ishlagani sizga ko'p charchoq beradi. Shaxsan o'zimni bilaman. Mana men o'zi aslida ko'p uxlamayman. Gaplashganimiz ham universitetda o'zi. O'sha narsa lekin meni hali ham hayolimda turibdi. Men maksimum uxlagan 7 soat uxlagan vaqtimni eslolmayman hech qachon. 7 soat yoki 6 soat. Richest people don't sleep 8 hours a day deydi-ku. Xuddi shundanda. Lekin u levelga chiqmadi. Maqsad uxlamasdan kutish emas pulda, lekin o'zi aslida uyqu bu narsa meni tabiiy bo'lib qolgan. Oldinlari birinchi ofitsial ish boshlagan paytim, yosh paytimiz energiyamiz bo'lgan, lekin 7 soat 2 soat uyqu bo'lmasa odam to'kilib qolardi. Hozir necha soat uxlaysiz? Hozir 2 soatdan 4 soatgacha. 2 soatdan 4 soatgacha? 2 soat 4 soat. Shuncha stress 2 soat 4 soat. Endi ish qanday bu? Shunaqa uyqu. Ishxonadan o'zi ish payti tugaydigan paytim endi soat 4-5 ertalabda tugaydi. Mana shu joyda hisob qarang. 2 soat 4 soat deyapsiz. Mayli keyin 4 soat deylik, o'rtacha 3,5-4 soat deylik. Necha yildan beri shunaqa? 5 yil. Yo'q, 5 yil emas. Men logistikadan oldin ham menda o'zi muammo bo'lgan. Oxirgi bir 7 yilda shunaqa. Hozir mana qarang 2 soat 4 soat, o'rtacha 3,5-4 soat deb olaylik-da. Hatto Elon Musk ham 5 soat 6 soat uxlaganda adashmasam. Hozir bu narsani ko'pchilik ishonmaydi, lekin 4 soat uxlayapti degan narsaga. Shunaqa. Ishxonada men o'zi aslida Telegramda siz privacyni lastini hammaga ochib qo'yganman, onlayn turardi. Yaqindan beri yopib qo'yadigan bo'ldim. Sababi men qachon uyg'oq bo'lsam Telegram kiraman-da. Kiraman, ishxonaga qarayman, Telegramga qarayman. Uni ko'radigan o'rtoqlar bor, yaqinlar bor. Misol uchun ota-onalar ko'radi bu narsani. Onlayn turganingizni oxirgi payt juda ham ko'p gap eshitdim haligi. Sen uxlamaysan, haligi yangi nimani gaplari bor-ku. Bu narsaga boshingiz orib ketmaydimi degan ovozlar chiqib ketgan Telegramda. Ovoz qani bot undan bunda. Chingizda ovozlari bor. Okamga charchaydimi o'zi degan narsa bor. Shunaqa narsalarni qanday tashashadi-da? Niye charchaydi? Shunaqa bo'lgan Telegramda o'sha lastin resenting qilib qo'ydim. 3-4 ta odam ko'radi xolos faqat. Ishxonada, u yoqda bu yoqda. Sababi shunaqa, men bildirib qo'yaman-da, chunki qachon uxlamasam onlayn bo'laman. Bu 100%. Uyqudan ko'zim ochdimmi? Kiraman, Telegramga kiraman, driver, kim qayerda? Normal yoki balon teshilmadimi, yoki olib ketdimi, hammasi joyidami? Shunaqa bo'linadi-da. Keyin bolalar aytishadi, shunaqa gap bor biz ofisda. Lyuk yarim soat offline bo'lib qolsa xavotir olamiz, telefon qilishimiz kerak deydi. Shunaqa narsa bor-da. Ulug'bek qachon yarim soat offline bo'lib qoldimi, xavotir oila nimadir bo'lgan bunga deydi-da. Shunaqa gapimiz bor ofisda bizda. Postoyanniy onlayn bo'lganimga. Hozir mana 4 soat uxlayman deyapsiz-da. Bu gapni eshitib turib meni miyam qisyapti. To'g'ri, men ham ko'p uxlamayman. 7-8 soat uxlashga harakat qilaman. O'rtacha lekin 7 soat uxlayman. 6-7 soat uxlayman. Lekin 4 soat shuncha ish. Meni o'zim miyam qisib boshlayapti-da. Shu paytgacha qanaqadir bir nervga ta'sir qilib, bir ta'siri bor bu narsani. Asabga ta'siri bor. Men o'zim asabga juda ham ta'siri bor. Ishxonada misol uchun yo'q joydan urib yorasiz. Anaqa mishkani urasiz, klaviaturani urasiz. Sheriklar bor, ishoning, biz ofisda shu paytgacha monitorlar singan, tushunyapsizmi? 4 ta 5 ta monitor singan. Sababi prosta asabdan. Oddiy yo'q narsadan turib yo kimdir postoyanniy ustida turib asab buzmayapti. Gaplashishda odam o'ylanib asab buzilib, u monitor turishadi, klaviaturani uradi, klaviatura sachrab ketadi, buzilib har tomonga. Shunaqa holatlar juda ham ko'p yaqinda. Hali bundan keyin ko'rsataman videolari bor bizda. Bolalar urib qo'llari kesilib, bansiga ketgan paytlari ham bo'ldi. Shunaqa asab torqasidan. Aka qarang, mashincha muammo asab deyapsiz. Mayli, chunki boshqa sohalarda ham agar ustida ishlasa odam, misol uchun vaqtini ketkazib, mana siz ham hozir qancha topasiz? Aytavering. O'rtacha 5k plus. 5k plus. Mana shu 5k plus. 5k plusga misol uchun 6 oy 4 oyda chiqib qolmagansiz-da, to'g'rimi? Yo'q, narsa yo'q. Yillar ketgan. Misol uchun at least 2 yil ketganmi? Ketgan. Misol uchun 2 yil ketgan. Boshqa kasblarda ham misol uchun 2-3 yil o'zingiz ishlab, o'qisangiz, mana shu daromadga, amountga chiqa olasiz-da. Yo'q, hamma sohada ham chiqa olmaysiz. Hozir biz men ham hamma soha emas, hozirgi misol uchun marketing yoki yangi ishlar boshlash, to'g'ri. Hozir paytda siz aytgandek, shaxsiy brend qurish juda ham ommalashib ketdi.
siz qanaqadir tadbirkorsiz yoki qanaqadir blogersiz yoki qanaqadir kasb egasisiz, shaxsiy brend qilish juda ham foydali bo'lib ketdi oxirgi paytda Instagramda, oxirgi 1 yil, 2 yilda. Odamlarni daromadini ko'taryapti, o'zingiz ham bilasiz mana. Chunki siz ham ishingiz shaxsiy brendga bog'langan. Marketing qilasiz, to'g'rimi, shu narsada. Boshqa sohada ham qilsa bo'ladi, lekin logistikachalik ko'tarilish sal qiyinroq. Men o'zim aytadigan bo'lsam, O'zbekiston sharoitida emas, men Dubayda ishlaganimda 4 yil ishlagan bo'lsam, men ishimni birinchi $400 dan boshlaganman. Dubayda 2013-yil $400 boshlangan. Endi $400 qo'lingizga naq olasiz. Minimum $400-500 olasiz bonuslar bilan. $600 gacha. Lekin yeb ichishingiz, transport, accommodation, yotoqlar bepul bo'lardi. Mehmonxonada shunaqa bo'ladi. Men 3 yil shunaqa nimada ishlaganman-da. Dubayda. Ko'tarilish qiyin. Dubayda konkurensiya juda ham baland. Mehmonxonada ishlasangiz, sizni qanaqadir kichkina bo'limingizda 100 ta 150 ta odam bo'ladi-da. 100 ta 150 ta odamdan siz o'zingizni ko'rsatib, experience bo'yicha, ishlashingiz bo'yicha, qanaqadir capabilities bo'yicha siz o'zingizni ko'rsatishingiz kerak. Keyin o'solasiz xolos-da. Misol uchun men shu aytayapman, men 2 yil, 3 yil ishlab yurgan bo'lsam, bir xil oylik olib, keyin undan keyin ko'tarilishni boshlagan. Undan keyin supervisor bo'lganman. Front office supervisor bo'lganman. Oylik oshadi, ham grade oshadi. Qancha olgan u payt? U paytda shu qo'shimcha $300 qo'shiladi yana. Lekin mehmonxona sohasida qanchalik siz yaxshi ishlasangiz, sociable bo'lsangiz, customerlar bilan, mehmonlar bilan yaxshi ishlab, klient baza qilib olsangiz, sizga yaxshi tips bo'ladi, chivilar bo'ladi mehmonxona sohasida. Asosan qish vaqti sezon hisoblanadi Dubayda mehmonxonada. Siz qaytib keladigan repeat guestlaringiz keladigan bo'lsa, yaxshi pul tashlab ketadi. Misol uchun paytlar bo'lgan, bizning bir haftalik pulimiz, bir oylik pulimizdan yaxshi chiqqan paytlari bo'lgan. Narsalar. Rus mehmonlar, qozoq, shu British har xil joydan keladigan o'zimiz mehmonlarimiz bo'lgan. Qaraymiz, shunaqa pullarni berib ketardi-da, chivilar tips berishardi. O'zi men nimaga boshdan ochdim, men shaxsiy brendga tema gapimiz burilib ketdi. O'zi men aytmoqchi bo'lganim, shuncha mana stress, mana ko'ryapsiz, urdi va bu yoq misol uchun mana shu sohadan chiqib ketaman degan xayol kelganmi biror marta sizga? Bu sohadan chiqib bo'ldi, kerak emas, men chiqaman, to'g'ri, haqiqiy insonlarda yashayman, kunduzi ishlab, kechqurun uxlayman, boshqa ishda o'zimni sinab ko'raman degan xayol kelgan. Shunaqa, bunaqa xayol qachon bo'lgan? Qachonki menda $20,000 dan ko'p pul bo'lganda bo'lgan. Hamma narsadan tashqari pul bo'ldi, qo'lda pul bor. O'ylayapman nima qilsam keyin 5,000 bilan qanaqa biznes boshlasa bo'ladi. Chunki Instagramda oz ko'payib ketgan-ku. $100 bilan chuchvara soting deydi-yu. Xuddi shunaqada $100 bilan chuchvara soting biznes bo'lib ketadi. $150 bilan. Bir oyda $100 toping, aytadi, bir oyda $3,000 topasiz deydi-yu. Shundanda shunaqa payti bo'lgan, menimcha 1 yildan o'tdi. Qo'lda menimcha shu. Endi hamma narsadan tashqari oshirib balobatda 20,000 dan ko'proq pul bo'ldi. Uje haligi xayol, endi pul oldinlari pul bo'lgan, topganda ishlatilgan, qanaqadir ketgan. Pul bo'lmagan, naqd pul shunaqa bo'lib. Keyin o'tirib o'ylab qoldim, nima qilaman? Ko'p narsa o'yladim, manaqa vending mashinalar bor, siz suvlar qo'shib qo'yasiz, o'zi pul to'lab olasiz-ku. Shunaqa qilsammi, keyin o'ylab chiqdim, paytda $3,000 turardi endi 1 yil oldin. $3,000 dan 3 ta olaman, $9,000 qo'yib qo'yaman, tochka qilib, bo'ldi, menga shu minimum summa olib ketursa bo'ldi, deyapman. Endi bu yoqda oyga pulim bor, hozir mashinam bor, endi mashina olgan paytim, hamma narsa bor. Endi faqat o'ylayapman, uy olsam bo'ldi degan narsada tushunyapsizmi? Keyin shu bilan oyga men $1,000, $1,500 kelib tursa bo'ldi degan xayol bor. Keyin o'ylab qaradimda, deb pulim qo'ydimda, yo'q, hozir qo'yadigan bo'lsa bu pul dedim, ertasi kuni logistika yo'qda yaxshi pul kelib turibdi. Keyin energiya bor, qo'ydimda, yo'q, men bu sohada maksimum dedim, ishlaymiz, kuch yetguncha, plus kuch yetguncha shu sohada qolib ketish emas, shu sohani o'zlari rivojlanishni maqsad qildim. Reja qildik, chiqish emas. Ko'p misol dispetcher akalarimiz bor. So'raymiz, oxirgi point aka nima desam, MC olib kompaniya ochish deydi. Bitta akamiz qildi ham shu narsani. O'sha payt shu narsa xayolingizga kelmaganmi? MC olib kompaniya ochish. Bizda bu narsa bo'ldi o'z aslida. Men 2 yil oldin unda Lionstarda ishlardim. Ishladik. Shu paytlari
Lionstar ochiqchasiga aytilib ketilyapti. Lionstar juda ham yaxshi kompaniya. Zo'r kompaniya. Lionstar kompaniyasi shaxsan Shon o'zi juda ham katta yordam bergan. Asosiy bizni ustozimiz hisoblanadi. Shon, chunki esingizda bo'lsa Zak degan safety o'rtog'imiz deb aytgandim. CV'ni Shonga berganda meni. Shon o'zi shaxsan intervyu qilgan. Shu paytda qish edi, esimda bor, 2001 kuz edi ekan, sovuq edi. Shon yozib qoldi, intervyu qilamiz dedi. Bo'ldi aka, qilamiz dedim. Ingliz tilini tekshirmoqchi edi. Men o'zi yozdim masalan qilib. Ingliz tilim yaxshi, shunaqa. Keyin intervyu qildi, shunaqa Shon aytdi, oylik qanaqa expect qilyapsiz dedi. Endi dedim, menimcha updaterga ishga kiryapman o'sa men. So'radi, necha pul olasiz desam, Shon aytdi, $300. Shunaqa dedi. Keyin men bu yoqda kvartira surishtirsam, Toshkentda kvartira $500. O'ylab qoldim ki $200 oldindan qo'shib kvartira to'layman dedim. Shonga aytdim, shunaqa aytdim, Shon dedim, men ishga oladigan bo'lsam, va'da beraman, 1 oyda men dispetcher bo'lib ketaman dedim. Shonga. 1 oy yoki 2 oy esimda bor. Shunaqa dedim, Shonga aytdim, Shon yaxshi dedi, ingliz tilini tekshirdi, ingliz tili yaxshi ekan dedi. Hammasi yaxshi dedi. Keyin aytdim, lekin dedi, shunaqa sharoit bormi dedim. Men agar eplay olsam dispetcher bo'lib keta olamanmi? Maqsadim aytdim, Shonga ham pul topish dedim. Men Dubayda qaytib kelgan paytim $3000 oylik olaman. Tushunyapsizmi? $3000dan $300 oylik tushib qolish bu qanaqa narsada? 2003da ham Dubayda shunaqa $3000. Tracking kompaniyada? Yo'q, tracking emas, supply chainda ishlaganman. Dubayda oxirgi ishlagan ishim shunaqa logistikaga bog'liq qanaqadir, lekin distribution asosan. Distribution. Procter & Gamble degan amerikanskiy kompaniya bor. Bilsangiz, endi mashhurlaridan bu narsa Procter & Gamble holding brendlarki ichida 100lab, 150, 200lab brend bor. Siz biladigan oddiysini aytadigan bo'lsa, Gillette, britvalar, Head and Shoulders, Pantene, ayollarda kosmetikalari bor, plus mana detskiy narsalar bor, Pampers u yoq bu yoqlar. Shuni distributsiyasida, ofitsialniy distributionda ishlaganmizda bu yoqda. Dubayda ishlaganmiz. 3000 deb aytgan bo'lsangiz, nega o'zib bersangiz? Endi rasxodlari shu ham hamma so'raganim shunaqa, chunki bu yoqqa keldim, vacation oldim. Vacation olib 2 hafta qoldim. Men o'ylaganim, bolalar aytishdi, o'zim o'rtoqlarim aytdi. Shu paytda $3000 oldik oylik. Men to'g'risini aytaman, sentyabr oyida oshnam bilan, yaqinlar bilan gaplashsam, o'shalar dispetcher 1 yil experience bor. 2021 bozor bomba bo'lgan payti. Esingizda bo'lsa, anaqani orqasidan, Covid orqasidan aytdi, agar dispetcherga o'tadigan bo'lsang dedi, shunaqa tracking bo'lsa, shunaqa gross qilsang, men tushuntirdi. 1-2 soat gaplashdik. $3000 oylik topish, $3000 O'zbekistonda men tasavvur qildim. U yoqda $3000, bu yoqda $3000. U yoqda expenselar, u yoqda kvartiraga minimum $1000 ketadi o'zi. Yashash qiyin. Yashash qiyin emas, yashash juda ham oson Dubayda. Qimmat faqat. $3000 bu yoqda solishtirdim. Bu yoqda qolib bir xil pul topish, save qilib biror nima qilish, u yoqda yaxshi yashash. Menga aylanurdi shu 1-2 haftaga kelganman xolos O'zbekistonga. O'sha qarorni qabul qildim, bo'ldi, men qolaman dedim. Nechta pul bo'lsa ham, logistikada $100 topaman, $200 topaman, shu sohada ketaman. Bolalar aytdi, normal, odamlar bor $5000 oladi, $6000 oladi. Endi menejerlar qanaqadir o'ta katta menejerlar deyapti. Bu paytda men $5000 oylik olishim sig'dira olmaganman anaqamga bu sohada. Uje kirganimdan keyin ko'rdik, balo bo'ldi, hammasi bo'ldi. Bu yaxshi. Updater bo'lgan paytim dispetcherlar bilan gaplashib, qanaqa qayerdan pul topadi, qayerdan $3000 topadi dispetcher, qayerdan $2000 topadi. Bildik uni. Bilgandan keyin uje qiziqda nimaga logistikada past hamma updaterlarni nima desa bo'ladi? Odam sifatida ko'rmaydi. Keyin bu narsani aka qarang, updaterlar o'zi ham bilishadi, to'g'ri qabul qiladi bu narsani. Shunga atab reels ham qilishadi. Kecha Instagramda ko'rib qoldim, updater specialist deb qo'yganlar. Takoy zo'r she'rlarni boshqa departament qo'yaptilar-da. Bitta chakvogan ana she'rni updater deb o'zini profilidan shu narsani o'ziga qo'yapti-da. Shunaqa. O'zi o'zlari ham uni to'g'ri qabul qiladi bu narsani. Shunaqa. Nimaga o'zi? O'zi aslida updaterda ishi juda ham muhim. Updater juda ham kerakli odam, ishoning.
Dispetcher kompaniyaning yuragi desam, bular yurakka boradigan tomirda, misol uchunda. Bu narsa uzilsa yurak ham ishlamaydi o'z aslida. Updaterlar asosan hozir ishlayotganlar logistika sohasida juda ham yoshlar. Juda ham yoshlar qiziquvchan bo'ladi. Keyin driver misol uchun 40 yosh driver, bu yoqda 15 yosh, 16 yosh, 17 yosh updaterlar borda endi. Bir-birini ular anaqasini tushunish qiyin. Juda ham qiyin-da endi. Uni xarakteri bunaqa, buniki o'yin qarori bo'lishi mumkin updaterda. Keyin qo'pol aytadigan bo'lsak, qo'n tushirib qo'yadigan updaterlar ham juda ko'p-da. Qo'n tushirishadi. Aytilgan narsani qilmaydi, boshqa qilmaydi. Shuning uchun keyin driverlar bilan logistika sohasida endi shunaqa ko'p narsalar bo'lganiga, chunki misol uchun men deylik dispetcherman, siz updatersiz. Sizga siz nightda ishlaysiz, men ishimni tugatdim, qanaqadir narsani tashlab ketmadim. Aytaylik, mana shu deylik Baxtiyor degan driver ketyapti, yukini drop qilishidan oldin, tugatishidan oldin kirib biol qog'ozini chiqarib olsin. 5 ming oldin track stopda to'xtab degan narsani men dispetcherni o'zim aytib ketmadim. Bu yoqda o'zi receiverga bordi, drop qilishga bordi. Keyin u yoqda aytadi, receiverdagi odam receiving staff ham bu biolni chiqarib kelgan, boshqa biol bo'lishi kerak. Desa, bu narsani biladiki, bu narsa kimni ishi o'zi dispetcher updaterga aytgan bo'lishi kerak-da, bu narsani blokerdan olib. Bu yoqda o'zi kalti bechora updaterda boshda sinadi-da. Sen ishingmi, sen menga update berishing kerakmi? Nima aytmading deydi. 5 mingga keyin u bormaydi, muammo qiladi. $100 olib ber deydi, $200 olib ber deydi brokerdan. Shunaqa asl haqiqat chetda ekanda. Xuddi shunaqa. Endi bu $100, $200 qanaqadir osib bo'ladigan narsa, eplasa bo'ladi, lekin ba'zida shunaqa vaziyatlar bor, uchmuch keladigan driverlar bor-da. Yukini kelib turib qabul qilmasligi mumkin, boshqa keyingi shunaqa narsalar ko'p bo'ladi biz sohada. Mana o'zi siz trakingiz 30 ta 40 tadan ko'paydimi? Muammo juda ham ko'paygan kompaniyada. Bordingizmi? Siz qanaqadir live unload bo'ladigan facility bo'ladigan bo'lsa, juda ham strict, juda ham yomon facilitylar bor. Mana men Amerikada aytaman, ba'zi bir facility, ba'zi bir customerlar bor, Home Depot yoki Sam's Club yoki Walmartlar bor. Siz appointmentdan 1 minut kech qoldingizmi? Bo'ldi, siz yutqizdingiz. Qachon yukingizni olishingizni aniq drop qilishingiz mumkin bilmaysiz-da. Ba'zilar bor, ertasi kuni qilib beradi. Ertalabgacha kutgan, qilib beraman deydi. Ba'zilar bor, aytadi 15 kun, 20 kun. Chunki uning ichida mahsulot ayniydigan mahsulot emas. Ular faqat schedule bo'yicha ishlaydigan customerlar bo'ladi. Reschedule qilib oladi bu narsani. U sizni driveringiz driver bilan yuradi. Uni drop qilib keta olmaydi biror joy. Biror drop qilib ketsa, boshqa joydan borib, keyin yana boshqa treyler olib ishini davom etish kerak. O'sha driverda plani buzilib ketadi-da. Endi ayniqsa bu juma kuni bo'ladigan bo'lsa, driverda yuradiganlar biladi buni. Juda ham qiyin. Gross chiqmay qoladi, boshqa bo'ladi. Hamma alamini updaterdan oladi. Updaterdan. Bechara updater o'rtada sarson. Lekin chak olgan sherga o'xshab. Xuddi shunaqa bo'ladi. Keyin ko'chaga chiqib, chak olgan sherga o'xshab rasmni qo'yadi. Lekin maslahatim updaterlarga o'zini ustida ishlash kerak. Ba'zilar bor, mana men bilaman, shaxsan o'zim anaqamda o'smoqchi emas. Men updaterda qolaman, update bo'lib ishlayman. $1000 oylik olaman, chiqib maksimum $1,500. Misol uchun updaterlar bor, $1,5-2,000 oladigan updater bor. $200 oladigan updater bor, tekinga ishlaydigan updater bor. Men sizga aytaman. Tekinga ishlaydigan updater? Men mana o'zimdan qamda bor, kirgan, men aytadi, olinglar ishga, ishlab beraman. 3 oy tekin ishlab beraman deydi-da. O'zi logistikaga pul uchun kirsa. Pul endi ular hamma demaylik, bu katta qism pul uchun. Shunaqa 3 oy tekin ishlab beraman deb shunaqa qilganlarni ham eshitganman. Bu fakt. Чтобы ishda qolay ishlaydi. Shunaqa narsalar bo'lganda, rozi bo'lib, чтобы ishga kirish uchun. Shunaqa. Lekin o'zi aslida o'zini ustida ishlash kerak. Updaterni zo'r qilgandan keyin dispetch bo'lish juda ham oson. Qachonki marketga o'rganib, boshqa qilgandan keyin zo'r updater bo'lmasdan zo'r dispetcher bo'lish qiyin bu narsa. Asosiysi mas'uliyat. Ingliz tili zo'r bo'lsa, misol uchun, bir oy updating kursida misol uchun o'qib chiqsa, updating dispetching kursida o'qib chiqib, ingliz tili zo'r bo'lsa, bir oyda dispetcher bo'lib keta oladimi? Shu stri bo'lsa, menga o'xshasa bo'ladi. Chunki men bir oyda aytdim, bir oyda shuni aytib ketmayapman, hali shon bilan bo'lgan aqada. Shon ishga kirdim men.
ishga kirgandan keyin 1 oy ishladim. 1 oy ishlab, endi ingliz tili o'zi avvaldan yaxshi bo'lgan. Misol uchun endi biz IELTS'lar topshirganmiz, 2011-yilda topshirganmiz. 14 yil oldin. 6.5 shunaqa bo'lgan. Ingliz tili yaxshi edi. Men 1 oyda bo'lganman shunaqa. Endi qanaqadir sabablar bo'lgan, bo'lib ketishimga ham. Mendan oldin ishlayotgan dispetcher bo'lgan aka bor edi. U shunaqa o'zini shaxsiy muammolari bilan chiqib ketgan ishdan. Uni to'ldirishga ko'chadan qaralmagan, men nomzodim berilgan. Shu Lionstarda. 1 oy ishlab, 1 oyda dispetcher bo'lganman. Bo'lsa bo'ladi. Siz aytgandek, logistikada savol berish, kirib o'rgansam bo'ladimi ingliz tilini davom etsa, bu yo'q bu narsa. Siz yaxshi logist bo'lmoqchimisiz, yaxshi updater bo'lmoqchimisiz yoki yaxshi любой safety specialist, fleet specialist, любой odam bo'lmoqchimisiz, siz ingliz tilini bilishingiz kerak. Ko'pchilik shuni savol beradi-da. Logistikada ishlamoqchiman, lekin ingliz tilini bilmayman deydi. Shunaqa. Inglizsiz kirsam juda ham katta. Men o'zini oyog'ini chopgan bo'ladi, tilni bilmasdan kirib. Men yaqinda qanaqada ko'rdim. Fleet endi bu bola ishga kirmagan. Training bola. Yozyapti-da. Ingliz tilida yozish kerak. Ingliz driver ballonni teshilib qolgan yo'lda. Endi haligi yozganini ko'rsangiz, amerikalik driverning gruppasiga yozish qanaqa yozyapti-da, endi yozishni ko'rsangiz, o'qisangiz, haligi amerikancha bu ingliz tilini o'rganyaptimi bu gruppada deydi-da, haligi tubini o'rganayotganga o'xshaydi-da. Aytayapti, "Hi sir" deyapti. Your tire is broken deyapti, tushunyapsizmi? Hali sinib ketgan. So'zlari yo'qda, uni vokabularisi yo'q uni, tushunyapsizmi? Hali you have a flat tire demayapti yoki balo demayapti, naqa demayapti. O'zining terminlari bor endi tushunadi. Aytayapti, "Sir, please stop, your tire is broken" deyapti, tushunyapsizmi? Endi broken degan narsa bu tayyorga ishlatilmaydi endi. Keyin aytayapti, "Me searching and me check shop, you go shop" deyapti, tushunyapsizmi? Endi bu narsa bo'lmaydi bu narsa bilan, to'g'risi. Ingliz tili to'g'ri kulish yaxshi emas. Kulish yaxshi emas, bu kulish emas. Lekin endi kulish yaxshi emas. Men hurmat qilaman. Bolalar 17 yosh bolalar, mana 2007-yil bola necha yosh kirgan bo'ladi hozir? 2007 bo'lsa 18 yosh bo'ladi. 18 yosh bo'ladimi? 18 yosh, 17 yoshlilar va 2008 harakat qilyapti, ishlayapti, $500, $1000 topyapti. Bu narsa respekt. Bunday olib qaraydigan bo'lsa, lekin ikkinchi tomoni mas'uliyatli bo'lish kerak. Mas'uliyatni his qilib, ishini ustasi bo'lib, bu kompaniyada o'smayotgan bo'lsa, logistik kompaniya Toshkentda bitta emas, ikkita emas, 100 ta emas-da, aytadigan bo'lsa. Juda ham ko'p. Men o'zim mana Andijonda Marhamatdanman. Marhamat tumani kichkina rayonda, sizga aytaman, 15 tadan ko'p kompaniya bor. Yo'q, 15 tadan ko'p kompaniya bor. Bu sohaga kirib kelgan birinchi boshqa bizneslar qilishyaptimi? Hamma logistikadan bo'lganda. Shunaqa. Siz aytgandek, bolalar yaxshi bolalar bor. Maqsad qilib, MC ochib, zo'r soha qilayotgan bolalar juda ham ko'p. O'zimiz qachon ochmoqchimiz? Bizda endi hozir ochmayotganimiz sabab o'z bu yoqda yaxshi bo'lganiga sabab deb o'ylayman. Ortiqcha ma'lumot kerak emas deysiz. Oxirgi plan shunaqa. Baribir ham boya aytganimdek, misol qachongacha ishlaysiz? Dispetcher bo'lib, ya'ni dispetch menejersiz adashmasam hozir to'g'rimi? Endi bu sohada minimum 3 yil, 4 yil. Minimum 3 yil, 4 yil deyapsiz-da. Qarangki, o'z fikringiz qanaqa? 5 yildan keyin, 6 yildan keyin logistika sohasi ketadi deydi yoki bo'lmasa AI, ya'ni ketadi deganda qanday? O'rnini AI bosadi. Ya'ni misol sun'iy intellekt ishlaydi. Lekin hozir Volvo'mi, Freightliner degan misol uchun truck o'zi yuradigan self driving trucklar chiqarishdi. Endi AI oxirgi 1 yilda kuchayib ketdimi juda ham AIda? O'zi misol uchun bizda misol marketing sohada o'sha juda ham biz почти do'stimiz bo'lib qolgan. AIni kimdirlar gaplashsa AI yoqtirmaydi nimagadir. Hayronman nimaga yoqtirmaydi. Kimdir ishni oladi dedim, boshqa dedim, lekin AI ishni ola olmaydi 100%. AI lekin garantiya 100% qo'shimcha yordam bo'ladi. O'sha kirib kelgan biz sohamizga. Misol uchun Load Hunter AI, nimadir AI, Numeroy,
o'zimiz yaqinlarimiz ham уже chiqargan, extensionlar chiqargan Google'ga. Amazon. Endi asosan biz kompaniya Amazonda juda ham kam ishlaganmiz oldindan. Brokerlar pulni lekin AIga o'tib ketibdi. Brokerlar o'tib ketgan. Telefon qilasiz, telefon qilsangiz уже AI ham realistik AIda. Hello, give me the load ID emasda. Уже backgroundga klaviatura ovozini qo'yib qo'ygan, ofisda ovozini qo'yib qo'ygan. Telefon qilsangiz ba'zi brokerlar bor, mana Circle bor, US Express, Total Trans, yana bir ikkita brokerlar bor, esimda yo'q hozir. Telefon qilsangiz, gaplashsangiz, siz realniy odam bilan gaplashgandek bo'lasiz. Sizni gapingizga taqataq ovozingiz gapingiz bo'lmasdan, gapingizni tugatish sizga yana o'ylanib qo'yadi. Deb shunaqa narsalar bor-da, tushunyapsizmi? Shu realistik bo'lib ketgan bu narsa. Mana endi dispetcher o'rtog'imni kecha oldin telefon qilganda, mana bunaqa ko'tardi dedilar. Men o'zim faqat eshitganim, aytdim, hozir gaplashdim siz bilan, aytdim. Ya'ni shu telefon qilyapti, ko'taryapti-da. Keyin eplolmagandan keyin meni brokering bilan bog'lab ber deb turib, keyin okay deb broker bilan bog'lab beryapti. Shu u telefon AI da bo'ladigan bo'lsa, ovozda, voice AI da telefon qilyapman. Hello, I'm calling about this load from Fontana, California to Sparks, Nevada. Deb telefon qiladigan bo'lsam, all right deydi, aytadi. So I see you are interested about this load. Give me the load ID deydi. Shunaqa 1 2 3 4 5 this is I see. I think we have lots of offers about this load. You are the first one, you are the second one, you are the third one. Gapiryapti, tushunyapsizmi? Yeah. Can you tell me about the load this is? Tushuntiryapti. This picks up 11 a.m. and delivers next day 7 a.m. in Sparks, Nevada. Commodity, shunaqa fruits of all kind yoki commodity alcohol, unaqa tushuntiryapti. Уже rate aytadi. What rate are you looking for? Dedi. I'm looking for 1500, 1500. This is all right. O'ylanib turadi. Let me check deydi. Let me check deb turib, mute-ga qo'yadi. Tushunyapsizmi? Shunaqangi realistik bo'lib ketgan. Mute-ga qo'yib, yana yoqib turib, all I can do is 1600 yoki 1400 shunaqa deb aytadi. Tushuntiryapti buni. Keyin yo'q deb tursangiz, siz aytgandek, yo'q biz kelisholmadik, seni dispetcherga ulab olaman. Customer repga ulab olaman deydi. Shuni o'tkazib oladi buni. Application AIlar bilan gaplashadigan bo'lsak, extension ko'payib ketgan hozir. Misol uchun Amazon ishlaydiganlar biladi. Amazonga extensionlar juda ham ko'p, menimcha o'nlab bo'lib ketgan. Sizni tayyor qilib beradi. Xohlagan filtringizni shuni qo'yib olasiz boshida. Просто tak shuni bosasiz. Book'ni bosasiz. yoki accept bosasiz. Haligi siz уже menga minimum 2 RPM kerak. Menga shu yerdan shu yergacha kerak. Stopi bo'lmasin, live unload bo'lmasin, og'irligi shunaqa ko'cha fasiliti bo'lmasin degan narsa qo'yib qo'yasiz. U chiqarib beradi. Keyin AI uni Amazon o'zi aslida Amazonda refreshi 15 sekund minimalnisi. 15 sekund, 30 sekund, 1 minut, 2 minut bo'ladigan bo'lsa, u doli sekundlarda qiladi-da, tushunyapsizmi? Chiqarib aylantirib refresh qilib tashaveradi manaqani platformani. Keyin sizni уже filtringizda load chiqib qolsa, сразу notification pop-up beradi ekranga. New Jerseydan Kaliforniyaga $2 yuk chiqdi dedi, bitta bosasiz bo'sh shundan ketadi. Men bu yaqinda eshitdik. Mana bu O'zbekistonga yomon chorniy spiskka tushib qolyaptimikan, logistika Amerikada, ya'ni loadlar, logistika misol aldolar, mana shu narsalar. Keyin chorniy spiskga tushgandan keyin yaqinda mana JT o'zimizda misol uchun yuqori degan sayt yopilar ekanmi yoki bo'lmasam faqat US adres bilan, IP adres bilan ishlata olasiz deyapti-da. Shunaqa. Hozir endi O'zbekistondagilar nima qiladi? Shunaqa narsa bo'lsa. Hozir o'zi aslida bu narsa bizning ishimiz outsource hisoblanadi endi bu yoqda. Biz kompaniya emasmiz, outsource emasmiz. DT bilan nima qiladigan bo'lsak, o'zbeklar haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchisi bu narsa o'zi 2021-yilda boshlangan. 2021? Bu gap demak. Bu narsa o'zi aslida skemerlar bu sohada bor. 10 yillardan beri bor. Asosan skemerlar endi ko'chuklar skemerlari asosan shu Baltik davlatligilar, armiyalar asosan shunaqa Rusiya говорящий bu tomondagi davlatlarda asosan. Amazonda bo'lsa, lekin to'plab o'zbeklar bo'lgan. Mana o'zimiz ham tushganmiz, pulini ham to'laganmiz. 2021-yilda endi misol uchun o'zimiz ham bordimiz bor. Lekin shunaqa MSS degan kompaniya chiqdi, Carrier chiqdi, Amazonga sotadi. Turizm siz $2 bo'lgan bo'lsa $4 beradi, tushunyapsizmi? Bu narsani bular bir 6-7 oy qildi.
aytaylik Atlanta Jorjiyadan Cincinnati Ohioga $1000 yuk turibdi. Ular 2,5 mingga olib beraman deyapti, tushunyapsizmi? Lekin u paytlar rostdan ham brokerlar bo'lardi-da endi. Chaymda gaplashsangiz, brokerlar qimmat olib berardi. Shunaqa chaym brokerlarni skriptlarni tashab, shunaqa o'zbek keriyerlarni daveriyasiga kirgan. U paytlar chunki Amazon strict emas edi-da. Siz boshqa MCdan yuk olib, boshqa MCdan kirib, check-in qilib olib ketaverardingiz. Detect qilib, sen aytaylik Murod LLCdan kirmadingda, Ulug'bek LLCdan shu MCdan ham anaqani olib ketding degan detectionlar bo'lmasdi, muammo bo'lmasdi. Ja bo'ladigan bo'lsa, qog'oz chiqarib, shunday Murod LLC deb turib, Ulug'bekni yopib, ustini cover qilib kirib ketaveradi-da, shunaqa qilib. Misol uchun kim aytadi? Misol $1000 olmasdan 1,5 mingga olasiz, 1,5 ming qimmatiga. Shunaqa keriyerdan keriyga sotish juda ham rivojlanib ketgan, tushunyapsizmi? Brokerdan ko'ra odamlar Amazonda keriyerdan yuk olib sotadigan bo'lib ketdi ashpayt. Bizning kompaniya, mana gapingiz bo'ldim. Bizning kompaniya menimcha o'rtacha $200,000 yuk olgan. Ular to'lab keldi. Oxirgi 1 yilda hammani shunday qoqdi. Hammani oxirgi 1 oyda shunday yo'qolib qoldi. Bolalar pul to'lamadi, o'sha accounting chiqsa, bolalar pul to'lamabdi desa, screenshot tashlaydi, o'zlari yasab, Photoshop qilib, shunaqa muammomiz bo'lib qoldi. Amazon bilan holdda bo'lib qoldi. To'laymiz. Bizning kompaniyada meni o'zimda $6,000 pulim to'lanmagan, men olgan yuklarda. $6,000, kimdadir 2,000, kimdadir 3,000 to'ladi shuni. Iloji yo'q. Driverga berilgan, boshqa bo'lgan. Kompaniya o'zining foydasini chiqarib oldi, qanaqadir yordam qildi. Lekin to'ladi. Yarimidan ko'prog'ini to'laydi shu pullar oliyda. Shunaqa. Biz ko'p kompaniya ownерlar bilan gaplashamiz. Qanamas sherigim bilan gaplashib ko'ray deydi. Mana shu savol bordi. Nimaga logistika kompaniyani bitta owner bitta bo'lmaydi? Men uchrashgan shu paytgacha misol 20-30 ga yaqin misol uchun kompaniyalar bilan ko'rishgan bo'lsak, hammasida ikkitadan yo 3 ta owner mashtaqa bo'ladi. Shunaqa. Endi sababi nimada bu? Sababi kompaniya bo'lib, tipa уже 20-30 dan ko'paygandan keyin siz guruh hisoblanasiz. Chunki Amerikada 30 ta rakim bor desangiz, amerikaliklar "Vau, zo'r kompaniya ekan" deydi. Chunki amerikaliklar o'zi juda ham kompaniya qilmaydi. Amerikanskiy driverlar bor, tushunyapsizmi? Dangasa bo'ladi, o'zingizdan bilasiz, dangasa bo'ladi. 20-30 ta rakim bo'lsa, "Wow, you are big company" deydi. O'sha lekin rostdan ham 20-30 ta 40 ta o'tgandan keyin kompaniyangizda nechta? Bizda o'rtacha 100 ta. 100 ta trak. Average 100 ta 100 plus 90 plus shunaqa o'ynab turadi. Shunaqa bo'ladi. Ikkita bo'lishining sababi o'sha ish ko'payib ketadi, juda ham ish ko'payib ketadi. Kimdir yardda bo'lish kerak. Orientation bo'ladi, driver keladi, driver ketadi. Kompaniya change bo'ladi yoki ustaxona bo'ladi, ustaga olib kirish kerak. Endi yo'lda yuradi, hamda avariya holatlari bo'ladi. Avariyani towing qilish kerak. To'lovlari, bank to'lovlari, driverga pul o'tkazish. Shunaqa narsa bo'ladi. Men ham siz aytgandek, juda ham ko'p katta nimalarda 2 ta emas, 4 ta o'nurli anaqalar bor. 4 ta boshliqlari bor. Endi ular traklari 400+ bo'lib ketganda. Sababi MC bitta emas. Asoslardan biri hozir juda ham qiyin bo'lib ketgan, o'zingiz bilasiz. Bitta MC bilan ishlash juda ham qiyin. Chunki brokerlar juda ham ko'p shart qo'yib yuborgan hozir. Safety score bo'yicha. Amazonda o'z qanaqa bo'lib ketdi, u bo'lib ketdi. Shunaqa kompaniyalar bilaman, 400-300 traki bor. Qaysidir MC'si faqat team yurg'izadi. Amazonda faqat team yurg'izadi, boshqa yuk qilmaydi. Chunki bir xil experience odam qo'ygan, bir xil leveli bir xilda driver, tushunyapsizmi? Amazon biladim. Driving qilib yurgan driver bilan Amazonda farqi juda katta-da. Amazon qilgan driverni ertasi kun drivingga o'tkazib qo'ysangiz, nima qilyapman, nima kutyapman men deydi. Nimaga menga yuklayapti deydi. Amazonchi driverlar, men aytaman, o'zi aslida dangasa bo'lib qoladi. Endi driverlar hammasi dangasa demoqchi emasman. Bu odamning xarakterini dangasa qilib qo'yadi. Shunaqa bo'ladi. Shu sababdan kimdir MC'sini yaxshi ushlash uchun shunaqa menejmentini ko'paytirgan bo'ladi. Sen davay UPS, USPS ga USMailga men qarayman, PowerOnga sen qaraysan, yoki aytadi Flatbed, Canestoga sen qaraysan. Shunaqa departamentlar qilib olgan. Shaxsan men o'zim taniydiganlarim shunaqa qilishadi yoki ularda o'zi ofislar ko'p. Amerikada ofisi bor, Toshkentda, viloyatda ofisi bor. Hammasi bitta-bitta. Menimcha shu ham deb o'ylayman, chunki Amerikada ishchi kuchini tashkil qilishlik qimmat bo'lganligi uchun O'zbekistonda tashkil qilishadi. Shunaqa. Ish uchun ham kompaniya ownerlari ko'p bo'lsa kerak. Xuddi shunday. Chunki kimdir endi owner bo'lgan, kimdir aka-uka bo'lishi mumkin. Aka-uka bo'lib tanib bilganlarim bor. Bittasi u yoqda qolgan, bittasi O'zbekistonda bu yoqdagi
Toshkentdagi operationni boshqaradida. Da. Shunaqa narsalari ham bor uni. Chunki ish ko'payadi, aytyapman. O'sha siz kattalashdingizmi, qancha kattalashgansiz, siz safety score oshib ketaveradi, siz accidentlaringiz ko'payadi. Shunga yarasha siz plyus ham ko'payadi. Risk qilmasdan pul ko'paytirish juda ham qiyin. Da. Shunaqa. Hozir adashmasam sezon kelyapti. Shundaymi? Men boshlandi sekin. Ha, dispetcherlar takoy soqqani bosadigan payt kelyapti debdilar. Qancha soqqa qilsa bo'ladi o'zi mana sezonda? O'zi aslida sezonda soqqa qilish degan narsa sal noto'g'riroq. Sezonda stabilniroq desangiz to'g'ri bo'ladi. Ya'ni sezonda chunki hamma qimmat yuk oladi. Mana misol uchun deylik, ba'zi driverlar bor. Aytaylik, siz qaysidir driver sezon emas paytida 5000 mayl yurib, deylik, $10,000 pul qilyapti. $2 per mayl yurganda-da. Sezon kelgan payti shu narsa $3 ga aylanish imkoniyati bor. Tushunyapsizmi? Keyin driverlar qish payti juda ham kam driver risk qiladi, qor yog'adi. Deyarli Amerikada hamma joyda qor yog'adi. Qor yog'adi, risk qilishadi. Driverlar ba'zida shunaqa qiladi. 5000 mayl yurib 15,000 topsa bo'ladi, unaqa qilmaydi-da. 3,5 4,000 mayl yurib, kam yurib, damini olib 10,000 qiladi. Tushunyapsizmi? Shunaqa driverlar bor. Chunki oxirida gross bir xil. Dispetcher oladigan puli bir xil. O'rtada foydada driver bo'ladi, driver dam oladi. Hamma ham emas. Ba'zi driverlar bor, siz aytganda bosadi. Misol uchun 6,000 mayl yuryaptimi, 5,000 mayl yuryaptimi, haftasiga strong solo zo'r driverlar $3 dan 1,5 baravar anaqasini ko'taradi. Qo'lnali rasotini qoladi, trakini tuzatadi. Nima rasoti bo'lsa chiqarib shu grossini to'g'rilab oladi. Mana bu misol biz shuni ichidamiz, bilamiz. 30,000, 40,000 topamiz desa driverlar qabul qilamiz-da. Kecha eshitdim, bittasi 70,000 topaman dedi. Bir oyga. Ha, topaman dedi. Topgan kunlarim, topgan oylarim bor. Bir oyda $70,000. Bo'ladi. Men aytaman, mana sizda hozir average gross marketda average gross qancha hozir mana aytaman. Любой kompaniya siz kiradigan bo'lsa 7,000 plus va'da beradi. Bizning kompaniya kiradigan bo'lsa, misol uchun biz ham aytamiz. Solo bo'lsa 12,000 ga. Ya'ni 7,000 dan 10,000gacha deyishadi. Strong solo deb. Yurishiga qarab, nimasiga qarab. Biz ham kompaniya misol uchun 8,000 deb olamiz, lekin filtrsiz yurgan, yaxshi yurgan driver bizda 9,000 dan kam qilmaydi o'zi aslida. 12,000, 13,000 ham qilgan vaqtlari bor, qilishyapti hozir shuni nimada ham. Endi papal 100% driver bo'lmaydi, qaysi hammaga bir xil yuk chiqmaydi chunki. Qilsa bo'ladi. Sababi siz aytgandek, bizning driverlar oyga deyman, haftalik grossini 18,000, 21,000, 25,000 qilganlar bor. Bir haftada yurgan, maksimum yurgan. Biz shu paytlari sherigimiz bitta liniya olgandi, qimmat liniya 24 ga yetdi. Pick-up ham, delivery'si ham. Biz shu JB Hunt bilan ishlaganmiz, JB Hunt broker bilan. JB Hunt'ni CSX bilan, mana treylerlari bilan ishlaganmiz. Treyler deyman, konteynerlar bilan ishlaganmiz. Portdan keladi, olib boramiz, portga yetadi, shunaqa qilibdi. Biz shu kompaniya shu paytda bizni yaxshilik nima qilib bergandi, shu menejerimiz olib berganida CSX railwayga kiradigan aksiz olib bergandi bizni MC'imizga. Hammada ham bo'lmasdi, oldilar u narsa. Kam odam bilan. Chunki u narsa bilan kirib bo'lmasdi. Biz kirib keyin RPM $4, $5, $6 bo'lib ketardi o yuklarda. Keyin 24 ga yetdi. Qachon yuk 24 ga yetdi bo'ladigan bo'lsa, driveringiz maksimum o'zini qobiliyatini ko'rsata oladi. Chunki unga restriction yo'q. Mana qapayt to'xlayman, mana qapayt turaman deb o'ziga qo'yib oladi-da, bosaveradi. Driverlar 18,000, 20,000 dollarlab gross qilgan shu payt. Endi RPM zo'r. Yurgan mayli 5,000, 6,000 mayli, o'rtacha hisoblasangiz $3 dan ketgan taqdirda. Endi tasavvur qiling. Hozir driver men sizga aytaman, 11,000 topsa, 1.9 dan yurib 50% dan ko'p o'ziga qoladi. Endi u bitta liniyada yursa, borib kelib, misol 2 ta yuk qilsa, 11,000 qiladigan bo'lsa, driver RPM 1.9 chiqadigan bo'lsa, to'liq bo'lmaydigan bo'lsa, arzon fuelda past tomonda yurib qiladigan. Men o'zim driverlar bor. Tex Kentucky round trip qiladi, 11,000 qiladi, 6,000 yoniga qoladi ownerda. Endi u paytda tasavvur qiling, RPM 3 gross 18,000, 20,000. Easy-da u narsa 100% topgan. Osonda u narsa topish. Gap yo'q. Bu narsa lekin qaytib kelishi juda ham qiyin. Market hozir o'zini holatida, market hozir turgan holati, o'zini holati yoki yaxshiroq.
21 pandemiyadan oldin market shunaqa bo'lgan. Men ishlamaganman, lekin tanishlarim ishlagan. Market 1.8, 1.9, 2 bo'lgan. Average the marketida unaqa dead payti ham $4, $5 yuklar chiqadi. Bu narsa fakt. Keyin driverlar gruppasi tanlanadi. Mana men yotibman 2 kundan beri nimaga $5 dan chiqib ketdi sheylagan, mana menda yuk yo'q deb. Endi o'ylamaydiki, minglab trackerlar, minglab anaqaning ichidan bitta yuk chiqqan xolosda endi. U impossible da. Hammaga $5 imkon berish bitta joyda. Shunaqa. Endi market shunaqa ketib turib osmonga sakrab tashladi, shunaqa kallaga yerga tashladi. Endi sekin yana o'zini yo'lida ketyapti hozir. Ko'tarilish yana o'sha joyga qaytaradimi, qaytmaydimi, nima deb o'ylaysiz? Market ko'tarildi, sababi oxirgi paytda esingizda bo'lsa, o'zi ham siz sohangizdan bo'ldi shekilli. CDL muammosi bo'lib ketdi-yu. CDLda mana shu joyda qarang, gapingizni bo'laman. Men bu Xitoy Hindistonlik brat Floridadan shet qilib qo'ydi-yu. Brat. Undan keyin Tramp tog'amiz polniy hamma narsani, ya'ni faqat green carding bo'lsa, Amerika fuqarosi bo'lsangina trak hayda olasan. Shunaqa. Ya'ni qonun chiqarib qo'ydilar. Bu endi albatta bozorga ta'sir qiladi. Ya'ni driverlar ko'pchilik, chunki o'zimizda ham misol uchun kompaniyalar yozishdi. 15 ta trakim bo'sh yotibdi, 20 ta driverim tushib ketdi, davay tezkor qabul qilishimiz kerak. Misol uchun, mana shu narsa bozorda yana narxlar ko'tarilishiga ta'sir qiladimi? Ya'ni olib keladimi shu narsa? Chunki driver soni kamaydi, yuk ko'p lekin. Shunaqa bo'ldi. Xuddi shu Floridada muammo qildi. Mana U-turnni noto'g'ri qilib oldi, razvorotda. O'zi aslida Trump siyosati anti-immigration. Trump immigratsiyaga qarshi. Immigratsiya kirishiga qarshi, hozir olib ketgan borini ham chiqarib olish tarafdorida, o'zi mana ochiqchasi ketyapti. Bo'ladigan bo'lsa, bizning sohamizda juda ham ta'sir yomon bo'ldi. Yuklar siz aytgandek, driverlar non-domicil degan CDL bor bilsangiz, non-domicil bular anaqa green card yo'qlarga. Limited term bor, shu Meksikadan o'tgan, u yoqdan o'tgan ma'lumotlarga shunaqa CDLlar berilganda. Shu sababdan yuklar narxi oshib ketdi. Bizda ham liniyamiz bor edi. Biz shu Oregondan Indianaga liniyamiz bor edi. Bunda bizni driverlar deyarli yarmi unaqa CDL yo'qdi. Yarmidan ko'p non-domicil edi. Zo'r summa edi, zo'r soqqa qiladigan liniya edi. Qaytarib berdik shuni biz. Qaytarib berdik. Keyin facilitylar team check qiladigan bo'lib qoldi. USPSda, US Mailda, pochtada team check qiladigan bo'lib qoldi. Bozorga ta'sir bo'ldi. Biz 4,5 mingga shu yukni oladigan bo'lsak, Oregon, Indianani 4,800 ga, 4,5 mingga. Shu yukni ishoning, biz olmadik, trak bo'lmadi atrofda. 5 ming, 6 ming, 6,5 mingga qo'yapti, hech kim olmayapti-da. Siz aytgandek, vahshiy katta raznica-da. Keyin demak, o'sha, ya'ni misol uchun 20-21-yildagi market qaytishlik ehtimolli bormi endi? Chunki trak sonlari kamayib ketdi-ku shu. Trak sonlari debban, driverlar misol uchun ko'plari tushib ketdi. Yo'q, unchalik qaytmaydi. Oldingidek bo'lmaydi. Sababi freight o'zi kam. Biz 2021da, 2020da pandemiya paytida bilsangiz, eng katta port Los Anjelesda, San Fransisko, Los Anjelesda, Kaliforniyada katta port bor. Asosan yuklar Xitoydan shu yoqqa keladi, konteynerlar ship bo'lib keladi. Eng katta ko'p yuklar shu yoqqa kelib turib, keyin o'sha yuklar tarqalib, facilitylarga borib, keyin o'sha har xil joylarga ketadigan yuklar asosan. Xitoy bilan hozir bilsangiz muammo juda ham katta. Tarifini ham ko'paytirib yubordi hozir. Amerika bilan Xitoy hozir muammoli bo'lib turibdi-yu. Shunga Amerika katta deymiz, unaqa deymiz. Trump yarash nima bo'lmadimi? Yarash shartnomalari. Yo'q, tarif qo'ygan, lekin Xitoydan tarif ochgan taqdirda ham yuk kelib, portga kelib, o'zi 1 oy 2 oy yuradi-da ular okeanda. Dengizda okeanda yuradi. Hali beri bo'lib ketish juda ham qiyin. Chunki oldingi holatga qaytish uchun bozorda tashiydigan yuk bo'lish kerak-da. Hozir asosan yuklarda 70-80% Amerikaning ichidagi yuklarni o'zi tashib yuribmiz-da, yo'qdan bu yoqqa. Chet eldan kirib kelgan yuklar juda ham kam. Xitoy keladigan bo'lsa, mana men esimda bor. Kaliforniya har doim nimaga qimmat bo'lgan? Chunki Kaliforniya bitta kelganda yuk ishoning 2000-3000 lab trakni qabul qiladigan yuk keladi. O'zi asli yo'lda 400-500 ta trak bilan xolosda. Shu sababdan bozor nimaga oladi o'zi aytganda? Bozor qachon trak bo'lmaganda, yuk soni 2-3 barobar ko'p bo'lganda keyin yonadi. O'shalar holat bo'lmayaptimi hozir? Bo'lyapti, hozir faqat hamma yukda emasda, yukka qarab bo'lyapti. Ba'zida Amazonda bo'lyapti. Mana Amazonda kecha o'zim trakim bor, Laredo, Texas yotibdi. Faqat Kaliforniyaga kira olmaydi. Karp. Hozir Amazon shunaqa
yangi qonun chiqarib qo'ygan. Amazon Carp degan regulationi bor. Havo tozaligi bo'yicha regulatsiya bu. Traklarda bo'lib turib ham Amazonga apply qilib kiritib qo'yish kerak dokumentni. Bo'lmasa yuk ola olmaysiz. Yukni ola olasiz, Amazondan buk qilasiz. Borishingiz bilan Amazon detect qilyapti kamerasi. Bu trakda Amazon California Carb yo'q. Reject qilib boryapti shunaqa. Yuklar bu yoqda hech kim Kaliforniyadan kam odam borayotganiga yuklarda narxi ko'rsangiz $4, $5 bo'lib ketyapti hozir. Shunaqa. Narxi oshib ketgan. Hozir juda ham yuk, mana shu logistika temaga hozir kirib ketdik, qiziq bo'lganligi uchun. Hozir o'sha hammaga qiziq bo'lgan, ya'ni men ingliz tilini o'qiyapman. Misol uchun, ingliz tilini speakingim yaxshi. Kirib turib yaxshi uy-joy mashina qilishim uchun necha vaqt ketadi logistikaga kirib turib, misol uchun? Atrofdagi experiencelarni qarab qiladigan bo'lsa 3-4 yil ketadi. 3-4 yil? Uy-joy mashina qilish uchun. Endi 3-4 yilda shu narsalarni boshlab olasizda. Hozir egalik qilish anaqasiga yetib olasiz demoqchiman. Balki 100% olmassiz, 100% to'lamasiz. Lekin shu yerda offer qilayotgan kompaniyalarda sharoitdan foydalansangiz bo'ladi. Boshlang'ich to'lov yoki 20%, 30%, 50% to'lov qilib yoki mashina naqd pulga olib qilsa bo'ladi uni. Qaysi birini maslahat berasiz? Tradingmi yoki logistika? Logistika. Logistika. Endi siz logistik bo'lganligingiz uchunmi? Tradingda to'g'risi men umuman qiziqmadim. Ishoning, qilsa bo'ladi. Misol uchun trading qilsa yoki mana bunaqa nima bo'ladi, investment qiladigan o'zimizda ham halol investment proyektlar, startaplar ko'payib ketdi. Iman bor, misol uchun Way2 bor. Jahongir Ortiqxo'jayevniki bor. Shunga narsalarga qiziqdim, lekin birja bo'yicha umuman qiziqmadim shuning uchun. Lekin logistikaga kirib bankrot bo'lgan odamni ko'rmadim. Trading qilib uyini sotgan odamlar borda. Mashina sotib uyini sotgan. Logistika qilib turib, ochig'i bu oddiy narsada, agarda misol uchun trading, umuman misol uchun kripto bilan shug'ullanish, misol uchun aksiyalar bilan shug'ullanishlik qatdandir bitta bazingiz bo'lsa-da, misol uchun biznesingizda ham normal pul kelib tursagina, u ikkinchi darajali qilinadigan narsada, meni fikrimcha bu. Shunaqa. Endi bu qanchalik to'g'ri-noto'g'ri bilmadim, lekin meni fikrimcha shunday. Ya'ni har oy misol uchun sizga bir qatdandir yaxshi pul kelib turadi, ertadan qaysidir foizini siz bitta trade qilasiz. Qatdan misol trade misol oqib ketsa ham yoki bo'lmasa aksiyalar misol narxlari tushib ketsa ham sizga qanaqadir sovuq bo'lmaydi. Chunki nimaga? Sizda asosiy bazingiz ishlab turibdi har doim. Lekin hozir ko'pchilik yoshlar trading deydi, kiraman deydi, bitta soqqa ko'taraman deydi, bo'la ertaga короче gulyat, Tailand tradingingizga chiqib qoldi. Kim bunaqa traderlar yozadi, ishoning. Qaysi traderligini bilmadim. Gruppa o'tirishib olgan shunaqa 20 ta odam o'tiribdi. Davay bosamiz. Nimadir qilishyapti. Endi razgomni bir narsa deyotgan. Qilamiz deyapti-da. Keyin davay yopdi. U qilib ko'rsatyapti. $35 foyda deyapti, tushunyapsizmi? Unisi $35. Men aytayapman, bunisi kimdir yutmagan, kimdir $7 menda deyapti, tushunyapsizmi? Endi qilgan aqani ko'rsangiz $100, $200 kiritib qilganda, endi to'g'risi men uncha tushunmayman. Yo'q, bu narsa misol trading bor, misol realni ishlaydigan, misol uchun bilimi bor insonlarni bilamiz. Da. Realni misol stabil yillar davomida bilimi orqali misol 7 yil, 10 yil sarflaydi. Realni misol uchun trader desa bo'ladi ularni. Traderlarni misol uchun o'zim bilaman. Aziz Xaliqov Dubayda bo'lgan. Aziz Xaliqov bor. Misol uchun u bola ko'rsatgan narsasi fake emas, boshqa emas, realniy summasi ko'targan hamma narsasi bor. Demoqchiman, hozir bizda qiziqqan bolalar kirib ketishyapti. Misol uchun qarz olib turib, kredit olib, o'qilib, keyin ba'zilar trading bilan bug'may keldi. Nima deydi, bir xil o'ylashib olganda bu narsani. Bu narsa bir xil emas-ku. Siz aytgandek trading qilish uchun yo'nalishlari bor-da. Qarz olib qilinish kerak emas menimcha bu narsa. Siz aytgandek bemalol bo'ldimi? Trade nima degan? Trade savdo. Savdo qilish, trading, onlayn savdo. Shuni qilish uchun bir narsasidan kechdimi, bu narsaga tayyor bo'ladigan sharoitda bo'lsa, qilsa bo'ladi menimcha. Invest ham shunaqa. Misol uchun so'z puldan qiynalib turibsizmi?
yo'q men $500 topib qo'ysam, hozir shuni invest qilib qo'ysam, уже ROI qaytadi, bir yilda menga $700 bo'ladi degan narsa ham noto'g'ri. Menimcha. Shunda hozir sizni maslahatingiz, agarda noldan misol uchun karyera o'zini oyoqqa turg'izayotgan inson trading emas, logistikani tanlash kerak. Xuddi shunday 100% yoshlarga maslahat. Ya'ni ikkita option bo'lganda, ikkita option bo'lgan taqdirda, shu bu ikkita option haqida gaplashadigan bo'lsak, albatta faqat maqsad pul topishmi yoki pul topishni kutishmi? Logistikada kirdingizmi? Bo'ldi, siz ishlayapsiz. Minimum eng oddiy kompaniya ham hozir $200-300 beradi. To'g'ri, bu hozir endi men ishlagan paytlari mana shu 2013-14lari biz $500 topsak yaxshi pul edi. Toshkent sharoitiga ham yaxshi edi, O'zbekiston sharoitiga ham yaxshi edi. Hozir $500da 18 yosh bola topsam, keyingi oyga oyligim qo'shib bering deyapti hozir. Shunga logistikaga kirgani ma'qul. Biz o'zimiz bilamiz, 18 yoshli misol uchun. Shunaqa. 19 bolalar, akalar, ukalar topishadi. 1,5 ming misol uchun. Shu. Yoshda emas. Kiming topadiganlari ham bor. Asosiysi yoshda emas. Shu mas'uliyatli bo'lib, experience qilib. Ular bilan suhbat qilsangiz, ular yoshiga yarasha bolalar emasda lekin. Mana shunaqa. Miyasi yosh katta ular. Yaxshi fikrlab. O'zi ham olsayman misol uchun. Mana shu narsani bekor aytdingiz. Siz 2000 mana Ulug'bek aka o'zining experience-dan kelib chiqib, misol logistikaga kirmoqchi bo'lgan bolalarga 3 ta maslahat. Birinchi maslahatim mas'uliyatli bo'lish. Mas'uliyat juda ham katta rol o'ynaydi. Men shu mana menejerlik qilib, dispetcherlik qilib, o'zim tajribamda ko'rdim. Hozirgi yoshlar hammasi ham emas, lekin ko'pi bo'lgani uchun aytyapman. Mas'uliyatsiz, juda ham mas'uliyatsiz. Ikkinchisi faqat qiziqadigan ishning orqasidan borish. Mana men bu ham o'zimiz soha, bari o'zimiz sohadan kelib chiqamiz. Logistika bo'lsin, IT, jismoniy mehnat bo'lsin, sport bo'lsin, qiziqadigan narsasini qilsa odam vaqt o'tganini bilmaydi, vaqt o'tganini sezmaydi, zerikmaydi hamda. Oddiy misol. Mana bizda logistikada o'zimizda ishxonamizda kelib logistikani yomon ko'rib ishlagan odamlar bor, tushunyapsizmi? Faqat pul uchun ishlaydi. Yo'q, pul majburlikdan, yomon ko'radi, tushunyapsizmi? Onasini hamsin deydi. Tezda boshqa topsam, $100 ko'p bersa boshqa joyga o'tib ketaman. $50 ko'p bersa boshqa joyga o'tib ketaman. Demak, pul uchun dedi. Pul uchun. Keyin qachon pul uchun bo'ladigan bo'lsa, pul sizga kelmaydi-da. Pulni ishni yaxshi ko'rib, uni ustida ishlaysiz, albatta bo'ladi. Hali ko'rmadim, pulni orqasidan quvib turibdi narsaga. Shunaqa. Ishni yaxshi ko'rish kerak. Ishini yaxshi ko'radi, lekin yomon ko'rgan ishni qilish juda ham stress beradi odamga. Men Dubayda ishlaganman. Yomon ko'rib, boshida yomon ko'rganman. Juda qiynalib ketasiz. O'zingiz yevorasiz. Yoshning farqi yo'q, uni qara yosh bo'lasizmi, 18 yoshmi? Yomon ko'radigan ish joyingiz, yomon ko'radigan ishingiz, yomon ko'radigan kollega bo'ladigan bo'lsa, bu narsa juda ham qiyin-da. Bu narsadan voz kechish kerak, prosta tavakkal qilib. Narsaning keragi yo'q. Va oxirgisi shu sociable bo'lish. Endi biz logistika haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham muhim bu narsa. Sense of humor bo'lish kerak. Odamda. Chunki driverlar bilan gaplashganda, brokerlar bilan gaplashganda sociable bo'lmasangiz, aytadi-ku, telefonda xolosi dedi. Telefonda gaplash ko'p narsani hal qiladi-da, yomon gaplashgandan ko'ra. Odamning kayfiyatini telefonda o'zgartirib olsangiz, siz o'sha plyusdasizda. Brokerlar bilan yuk olishda, yukda yoki qanaqadir kontrakt qilishda, driverlar bilan gaplashishda, asosan mana yukni o'tkazishda, yukni narxi emas, sizni chiroyli muomalangiz ko'p rol o'ynaydi ba'zida. Biz ba'zida aytadi, aka shu odam shu yoqqa yuk bor, bo'ldi, olamizmi yo'qmi? Yo'q, aka tushuntirib, boshqa qilib, yaxshi. Chiroyli muomaladagi inson bu yoki Monika bu? Xuddi shunaqa. Shunaqa. Yo, chiroyli muomaladagi inson yo Monika bu. Zo'r. Ya, Monika yaxshi deb aytishgan. Monika yaxshi? Bilmayman, tanimayman, lekin men ham taniyman. Shu Instagramda eshitganmiz. Shunaqa. Men yaxshi ko'sa kerak-da, shuning uchun mashhur. Balkim yaxshi ko'p yuk olar, balkim yaxshi muomalador, sociable balki. Sociable. Yes. Do'stlar, mana bugungi mehmonimiz Ulug'bek aka bo'ldilar, dispetch manager. Shu dispetching sohasida, umuman logistikada ancha yildan beri ishlab kelayotgan inson. Xudo xolasa, nima savolinglar bo'lsa, umuman logistikaga doir keyingi mehmonimiz kim bo'lsin,
ya'ni qaysi department vakili, rekrutermi, updatermi yoki bo'lmasa fleet safety yoki kompaniyani owneri bilan shuni yozib ketinglar. Keyin qanaqadir qiziq savollar bo'ladigan bo'lsa, barchasini kommentariyaga yozib ketinglar. Hammasini ko'ramiz, o'qib, xudo xolasa keyingi intervyularda bularga albatta javob berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Ulug'bek aka, sizga ham katta rahmat. Charchamanglar aka.